4 kun oldida bizmi qirar yigitlik toq. Endi yaş bir şey berib qoldi. Ulan ma'qul nazir Esenji akaga jiddiylar ma'qul edi. Voy az gap qilib men deyishni qilar juka. Nurmamatko! Ha, kela Esenji. Nima ish qilyapsan? Voy mush 40 dülüş kütüye qalib bug'daq be ichib ketay deb mush ish. Qada chiliqma? Chiliq turdingmi? Qanda be ish balaring chiliqma? Qadiraval turdiq. Anda ish bal chiliqma? Yam emas. Qo'yni belanmayapsan Nurmamatga. Qayda sen bir qo'y beqotamsan? Aldirash yilda men qo'y baqamni setayotgan qala. Dehqonchilik qildim, yetishamadim. Ha, shu sen aldirash endi. Bizoma bilsa qala. Burunda tatib qo'yoq kunib qolganman. Hozir men sharoit yarvamay shu munda bo'lib qoldi endi. Rasta esasanmi? Burunqidek telsilamtim siz yaxshi emas Nurmamatga. Shu etiriqni ishlar bilan shu o'tirib qopab, shu ishlardan qilyapman. 4 kun oldida bizmi qirar yigitlik toq. Endi yaş bir şey berib qoldi. Shu Nurmamatga endi vaqtni o'tishi qalab shu endi qariydi ekanmiz endi. Qani qo'chqon yo'qtirdi ya? Cho'ng qo'chqon. O'tgan yil 40 ming ko'p sotmading qo'chqani. Ha, shu. Azroq pul lazım bo'lib qoldi. Pul lazım bo'lsa, men gap qilsang-chi. Qo'limizdan kelishdi bu yerdan pul toq. Shu avar qilmaydi deb qoldi. Cho'ng o'g'lan ko'rinmaydigan sattar. Ha, bu bola aldirash bo'lib ketib bordi-ku. Ey Nurmamatga. Endi vaqtdan xabarim bor qala. Sen nima deydi deb qo'ydim. Kichigimizni tatib, bizmalda cho'ng o'pdi ekanmiz. Sen menga qirib qolding endi. O'g'lingning bir gap so'zlari qulog'imga chirib qolib, cho'ng bir chirib qaydab chegayningga. Ha, gap qila. Oldin qo'ydi o'g'limni izlab chirib ekan qala. Shundami? Jiddiy pul lozim bo'lib qoldi deb qala 10 ming ko'y berib turgan. Aplama ishni. Azan o'g'lan shu bilan uylanma inistek cho'ng olgan. Hamda bir 10 ming ko'y pul lozim bo'lib qoldi deb chiribdiki 10 ming ko'y bergan qala. Eli qo'chqoningki gapini anglab, shuni setibdi deb anglab shu achchig'im kelib seni. Sendan avval so'rab chiqay deb chegan. Chegach shuni bir seninki sep qo'yay deb cheganda. Saat bo'libdi mana ishni ko'rmayapti-ku. Meyla Abdullohdan pulni berib beraymi sana? Yo'q, hozir jiddiy pul lozim emas menga. Xato tushunib qopsa. Shunda bo'lsin, ma'qul degina men o'zi pulni berib beray. Men faqat mush ishdan bir xabar tep qolsin dedim, aldirash yo'q. Ha, gapni menga deb yaxshi qilding. Sana rahmat juma. Maqaz bir chiqitay. Mush bol cho'ngni aymay nima ish qilayotganda? O Abdullah! Abdullah! O! Qo'y suluv etding bala? Ha, hozir suluv etdim. Bala ma'qul nazir Esenji akaga jiddiylar ma'qul edi. Dada nim pul bu? Va chaqqan bilan pulga qo'ymay balam aprita hozirlam. Abi pulni bergach rahmat deb qo'yib keldim-a. Dada qayerdaganmi tom bu pulni? Pulga qo'ymay pulni apib beradi-ku. Yanashingda akangni ko'rishib keldim-a. Nech qatim bordim akam uyda yo'q-ki. Shunda bo'lsin bir berib berib kelar. Voy dada ensirab ketmasam bo'ldi. U ya bir kichik bo'lmasa ya nima ketganligini uqmasaq. Az gap qilib men degan ishni qilar-ku. Akang cho'ng olib kelsin, meni oldimda balava. Yengam bilan ko'rishash, akang bo'lmasa. Yengam men bilan ko'rishib kelsin. Yengam deb qo'y. O yengemning gapini qilmoqni kelmaydi. Nima ishqa? Men kelgan deb men mangdim.